хочешь или не хочешь, вот это надо сделай, все, твое мне не надо. Saniki menga kerak, yengilin kerak emas. O'sha bizlarga kelgan mehmonlar mana shuni yeyapti. Restoratorlarga qaysi xatolarni qilmaslikni tavsiya berasiz? Yangi narsa chiqqan kelyaptimi, qilib ber, yedirib ko'raylik. Shu masala o'tadigan bo'lsa, saniki deb kirgizaylikda, дополнительно menyuda bu assortiment bo'lsin. Umrimda eshitmaganman g'o'zapoya degan narsa. G'o'zapoya nima desam, u deydi, anaqa deydi, paxtani deydi, stebellar. U bizlarda Qozog'istonda g'o'zapoya yo'q. Qayerdan topib beraman desam, siz deydi g'o'zapoya topmasangiz biz samsa yopa bilmaymiz deydi. Birinchi qiyin bo'lgan narsa biz personalni bilmaymiz, kimni qanday olish kerakini. Personal bilan tekuchka постоянно bilmaymiz. Keyin постоянно u paytda 2003-4-yil bizlar keyin yana bitta restoran ochdik, italyanskiy restoran, Mozzarella degan restoran. Hozirgi kunga по-моему bir 20 tacha lokatsiyasi bor. Olmaotada bor, Chimkentda bor, franšiza bo'yicha 2-3 ta shaharda bor. Restoranlaringiz qancha? Restoran bir 20 ta restoranimiz bor. Dubayda bormiz bizlar. Kitaydan qaytdik. Chinzana degan restoranimiz bor edi barda. Aspect номер 1 edi. 20 yil restorator sohasida qolish uchun va 20 yil ichida 20 talab restoran yo 40 talab fast food ochish uchun qanaqa kачествоga ega bo'lishi kerak shu sohaning egasi? Mana qilmayman, mana neправильно qilgan, mana ana qilmagan, mana ana qilmagan, mana ana qilmagan dedi. O'zini anaqasini pihat qila boshlaydi. O'zini мнениясini. Bizlar qildi qanday? Bir marta menyu qildi, любой keladi povur, mana shu menyudan qilasan bo'ldi. Eng katta xato shu narsa bo'ladi. Mana povur ketdim ishdan, mana уже yangi kelgan povur buni men qilmayman dedi. Bu noto'g'ri qilgan deydi. Bu neправильно qilgan deydi, o'zinikini qiladi. Shuma ana egasi bormi? Jinni bo'ladi. Ananga qarasa jinni, bu yoqda jinni. Oxirida bu jinni bo'ladi. Buni fruktlarni olasanmi? Gilos bor, olcha bor, primerda qidan kompotni o'tkaz. Bo'l kompot qiyat menga o'tkazyapti, mayapman. Lekin men aytdim uyda o'tiribsan dedim, desert qil dedim. Ana молочный девочка degan bor, Napoleon degan bor. Shuni qiyapti, restoranga o'tyapti. Unga ham yaxshi, menga ham yaxshi primerda. Do'stlar, bugun studiyamizga Qahramon aka Qozog'istondan, Chimkentdan maxsus taklif bilan keldilar. Ertaga bizda 14-iyunda tadbirimiz. Bu tadbirimizga Qahramon aka как speaker suhbat qiladilar va o'zlarining opitlari bilan bo'lishadilar. Qahramon aka 20 yildan ortiq restorator sohasidalar. Qahramon aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi bizlar hozir anaqa o'zbek tilida gaplashamiz. Sizda professional gaplashib bo'lmaymiz, потому что bizlarda azilda образование o'rischa bo'lgan. Joy endi bilgancha aytamiz o'zbek tilida, xudo xolasa. Rahmat. Xudo xolasa. Qahramon aka, xush kelibsiz. Rahmat taklifimizni qabul qilib kelganingizdan. Sizni men davno bilaman. Har safar siz bilan suhbatlashganimda ko'p znaniya olamanda, maza qilib sizni eshitaman, to'g'rirog'i. Men o'ylaymanki, hozir siz bilan korotka suhbatimiz bu juda manfaatli va chiroyli chiqadi. Qahramon aka, o'zingiz haqingizda korotka aytib bersangiz, Qahramon aka kim, qayerdan va necha yildan beri shu sohada shug'ullanadi? Shu paytgacha boshqa bizneslarni qilib ko'rganmisiz yo faqat shu bitta soha bilan kelyapsizmi? Tak, meni ismim Qahramon, familiyam Ibragimov, yoshim 47 da. 5 ta farzandim bor, 2 ta o'g'lim bor, 3 ta qizim bor. Образование bo'yicha men yuristman. Toshkentda Toshkent государственный universitetini bitirganman. 4 yil bilan o'qiganmiz, bakalavrda, 2 yil magistraturada, 1 yil именно o'zim soham bo'yicha правоохранительный organda ishlaganman. Undan keyin 10 yil Toshkentda turib, 2002-yilmi, 2001-yil bizlar обратно Qozog'istonga ko'chib ketganmiz. Qozog'istonga ko'chib borgandan keyin bizlar заниматься qilgan narsamiz именно benzin bilan shug'ullanganmiz. Topливо benzin zapravkamiz bor, benzin sotganmiz. Hozirmi? Hozir ham bor. Endi u ham joy-joy bu narsadan ketyapti. Keyin boshqa bir magazinlar ochib ko'rganmiz, boshqa bizneslar qilib ko'rganmizda. 2003-yil men ukam u ham Toshkentda o'qigan, Восточный institutda o'qigan. O'sha yerda bir do'stim bilan bir ideya bo'lgan. Davay, например, именно Qozog'istonda, Chimkentda bir milliy taomlar ochaylik. Bu paytda bizlarda bor edi, no такой массовый hali anaqa yo'q edi restoranlar. Shunda shu ideya bilan ukam kelgan, o'zimiz bir kichkina yer sotib olganmiz, 2,5-3 sotik. Просто uy edi, yo'lning chetida uy. Shuni buzdirib bir kichkina bir kafe ochdik, Ko'ksaroy degan. Hech bizlar o'ylamadik, что bu bir setka bir katta bir masshtabni уровеньga chiqib ketadi degan. Shu bir ideya bilan
bir nima deydi, bir Alloh taoloni bir qudrati bilan, bir kuchi bilan shu narsani ochib yubordik. 2003 boshladik, 2004 remont qildik, 2005 ochilib ketdik. U boshlaganda juda qiyin boshlandi. Во-первых, знание yo'q, finans bo'yicha bizlarda juda anaqa nima deydi, qiyin edi u paytda. Yetkaza bilmasdan, yoqdanab, buyoqdanab, ana o'qib, mana o'qib, u paytda Toshkentga kelib, povurlarni olib bordik, yana keldik, yana ketdik, bilmaymiz bu narsa bilan qilishni. Keyin bu sheriga aytdi, "Davay Andijon bolalar men senga povurlarni yuvartirib beraman" dedi ukamga. Shu bilan Andijondan bir 4 ta 5 ta povurni olib keldirdikda, qilsa qilaylik deb tavakkalga boshladik. Boshida bizlar boshlaganda tandirlar qo'yib qo'ydik. Tandirda povurlar keldi, bizlar parmuda samsa qilamiz dedi, non yapamiz dedi. Ha, mayli, tandir qo'ydik, parmuda samsa bilan non yapaylik. Nima kerak desak, bizlarga g'o'zapoya kerak deydi. Umrimda eshitmaganman g'o'zapoya degan narsa. G'o'zapoya nima desam, u deydi, anaqa deydi, paxtani deydi, stebillari. U bizlarda Qozog'istonda g'o'zapoya yo'q. Qayerdan topib beraman desam, siz deydi g'o'zapoya topmasangiz biz samsa yapa bilmaymiz deydi. Shu men esimga tushdi, bizlarning Chimkentdan yonimizda Turkiston degan shahar bor. Chimkentdan 140 mi, 150 mi, 160 kilometr. Yoqda ham paxta ekiladi, yoqda issiq. O'zbekistonga o'xshaydi. Yoki Sarag'ach degan joy bor. Bu yoqda shu bilan Turkistonga o'zimiz borib, bir Gazel-Pazilda borib, bir Kamazmi, bir ana Gazel g'o'zapoya olib kelganmiz. Boshida ochilganda shu g'o'zapoyada ham, lekin g'o'zapoyada mazasi zo'r bo'lar ekan. Во-первых, натуральный bo'ladi g'o'zapoya. Tez yonadi, tez ana qiladi, lekin mazasi hidi zo'r bo'ladi. Shunga g'o'zapoyani mehnat qilib olib kelganingizdan keyin mazasi boshqacha bo'ladi. G'o'zapoyadan qildik, shu bilan samsa yaptık, undan keyin non yaptık. Shu bilan shu narsadan boshladik. Keyin kelib ketayotgan mehmonlarga samsa bilan nonni sotardik. Keyin bizlar endi как brend bo'lib chiqamiz degan, u paytda brend degan narsa bilmardik-ku. Shu bilan esingizda bo'lsa, qanaqasi uydalarda non yapganda chaqich bo'ladi. Da. Hozir ham bor. Chaqichda chetida Ko'ksaroy deb yozdirdik. Yozdikda shu bilan nonni qilib, bizlarda Chimkentda katta Balangi bozor bor edi. Как везде зеленый bozor bo'ladi. Shu Balangi bozorga chiqib, mana shu tachka bo'ladi-yu. Obычно topishkada hozir. Hozir ham sotishadi. Hozir tachkada chiqib, shu bozorga chiqib, shu non sotardik bizlar. Boshlanganda. Shu baraka shetdan kelgan. Shu non sotganda shunda ko'pincha mehmonlar ko'rib, ma'nosini o'qiy boshlaganda birinchi bo'lib shaharda bizlarni qila boshlaymiz. Ko'ksaroy deb nonda, qaranglar, mana nonda. Ko'ksaroy nonda. Ko'ksaroy nonni deb keyin joy mehmonlar kela boshladi, ochildi. Ochilganda endi bu narsa bilan zaниматься qilmaganmiz. Shu yerda qanday biznes o'zim, например, bu yoqda opam, bu yoqda menda ukam, singlim, oilaviy boshlagan. Hamma narsa bilan birga shuni boshladik. Shu bilan ham Alloh taoloning bir barakasi berildimi, anaqa bo'lib ketdi bu narsa. Lekin boshida qiyin bo'ldi. Birinchi qiyin bo'lgan narsa, bizlar personalni bilmaymiz, kimni qanday olish kerakini. Personal bilan tekuchka постоянно bilmaymiz. Keyin постоянно u paytda 2003-4-yil bizlarda problema svet bilan bo'lardi. Svet o'chib qoladi. Bu yoqda menda bir отопление bo'lmaydi. Ana bo'lmaydi, движок yo'q, motori yo'q. Shu bilan qiynalib bo'lib ketdi. Shu bo'lib ketdi-da 2005-2006-yil ish ketdi-da 2007-yil bizlar keyin yana bitta restoran ochdik, italyanskiy restoran, Mozzarella degan restoran. Hozir ham bormi? Hozir ham bor Mozzarella. Mozzarella Ko'ksaroydan keyin Ko'ksaroy почти 22 yil bo'lyapti. Mozzarella bir 19-20 yil bo'ldi ishlayotganiga. Ikkita Mozzarella. Bu ham restoran. Bu ham restoran italyanskiy kuxня Mozzarella degan, u rasmiy Chimkent bo'yicha nomer 1 italyanskiy kuxня bo'yicha. Hozirgi kunda meni farzandim bor, Husan degan o'g'lim, shu ikkita restoranga shu qaraydi. Do'stlar, biz skora biznes tur qilamiz. Qozog'iston bo'ylab, o'shanda xudo xolasa Qahramon akani kelasizlar, borib, ko'rib, maqtagan restoranlarda. Restoranni ko'rsatamiz, semya bilan tanishtiraman, narsani ko'rsataman. Shu mana 2007 mana Mozzarella ochildi. Mozzarelladan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin Barvilla degan restoran ochdik. Hozir ham bor. Barvilla kelsanglar ko'rasizlar. Barvilla прям parkning ichida parkovый restoran. 2-3 etaj restoran, именно немецкий restoran. U Barvillani ochdik. Barvilladan keyin vaqt o'tgandan keyin bizlar restoranni Baxchisaroy degan restoran ochdik. Baxchisaroy именно restoran, anaqa restoran edi, Kazanskiy restoran. Kazanskiy qilindi. Biz yaqinga Kazan borib keldik. Shunaqa restoran edi. Yo'q, Kazan borib kelgandan keyin chakchakda qadriga yetib keldim. Ularda nasayan chakchak bo'ldi. Yo'q, bizga chakchak olmay qo'ygan ekanmi? Magazinda aeroportga borsak ham chakchak. Da turistik yuradigan, suvenir sotadigan magazinga kirsak ham chakchak sotadilar. Ularda balish degan narsasi bor. Balish degan anaqasi bor o'zini. Pirogga o'xshagan narsasi bor. Anaqa. Uni ochdik. Undan keyin ochgandan keyin birozga bir tandir degan restoran ochdik. Makaron degan narsa restoran ochdik. Undan keyin bizlar garaj degan restoran ochdik. Keyin Anar degan turistik restoran ochdik. U ko'p proyektlar yana ochilgan, u yopilib ketaverdi. Biroz vaqt kelgandan keyin fast food qilamiz dedik. Fast food hozir ikkita brendimiz bor. Bitta brendimiz Plov Коробочки degan brend bor. Ochiq korobkaning ichida. Hozirgi kunga по-моему bir 20 tacha lokatsiyasi bor. Olmaotada bor, Chimkentda bor, franšiza bo'yicha 2-3 shaharda bor. Yana bitta brend chiqadi, Zepapa degan. Zepapa degan ichida burgeri bor, pizza, pasta,
и anaqa ham bor, nima deydi, sushilar. Bu ham fast food. Undan bir 20 ta lokatsiyamiz bor. Uni ochdik. Restoranlaringiz qancha? Restoran bir 20 ta restoranimiz bor. Keyin biroz mana shu tendensiya o'tib yurgandan keyin bizlar anaqani ochdik. Birinchi deb anaqani ochaylik dedik. Yaponskiy bilan panaziyatskiy restoran Vokok degan restoran ochdik. Hozirgi kunga Vokokdan, по-моему, adashmasam bir 9 tacha lokatsiyasi bor. Shu boyagi siz bilan aytganda ham bitta lokatsiya именно Dubayda bor. Chimkentda o'zar 6 ta 7 tasi bor, Olmaotada 2 tasini ochdik bizlar uni. Hozir mana shu именно panaziyatskiy kuxnyamiz yaxshi ketyapti. Xo'p, hozir kunda qaysi shaharlarda borsiz? Qozog'istonda borsiz? Qozog'istonda bormiz bizlar. Qaysi rынокlarda demoqchiman. Qozog'istonda bormiz. Undan tashqari bizlar boyaga aytganday bir Moskvaga kirdik. Moskvada bormiz bizlar. Ko'ksaroyimiz sherigimiz bilan birga bitta bor. Dubayda bormiz bizlar. Kitaydan qaytdik. Потому что Kitayga kirganimizda bizlar vaqtli kirib qoldik. Bir vaqtli kirganda bizlar именно восточный kuxnya bilan kirgandan keyin Kitayga восточный kuchukdan uncha tushunmarkan ular. Bizning spetsifik vkusi bor ekan, shu bizlar qaytdik. Undan keyin Turkiyaga kirdik. Turkiyada endi biladigan bo'lsangiz, mana shu kim hozirdan beri, necha yildan beri ko'p Turkiyaga boramiz, Antaliyaga boramiz, Bodrumga boramiz, anaqa Istanbulga boramiz. Ko'radigan bo'lsanglar, практически milliy o'zbekcha kuxnya yo'q. Yemaydi ular. Потому что o'zini mana kebabi bor, bizlarga o'xshagan ovqatlari borda, malla вероятно biznikini yeymiz. Harakat qilib ko'rdik, yaqindan ham ko'rdik, ular zira yemar ekan. Bizlar mana spetsiyalarni ular anaqa primat qilmar ekan, shashlik qilib ko'rdik, samsa qilib ko'rdik, u bir narsa qildik, yemadi. Bo'lmadi. Yaqinlarda ochib ko'rganmiz, faqat mana shu aytibman Moskvada, Dubayda bor, o'zimiz Qozog'iston bo'yicha. Hozir harakat qilyapmiz, o'ylashyapmiz. Bir keyin bizlar o'z paytda Toshkentda ochildik. Toshkentda bizlarda eng krutoy proyektimiz bor edi. Esimdan chiqib ketdi. Номер 1 edi O'zbekiston bo'yicha. Park emas, как бы parkovый restoranimiz bor edi. Hozir Chinzana degan restoranimiz bor edi bizlarda. O'z paytda номер 1 edi. Uni ham keyin ishladik, 2-3 yilga yaqin chiqib ketdik, harakat qilib ko'rdik yaqin. Yaqin ham rinogini bilamiz. O'zbekistonda qilib ko'rganmiz. Bizlar u 2010-yil, 11, 12, 13 yillar ishlaganmiz. Hozir bizlar partnyorlarimiz bor O'zbekistonda, ular bilan ish qilamiz. Shu haligacha shu narsa bilan zaниматься qilamiz 22 yildan beri. 20 yil restorator sohasida qolish uchun va 20 yil ichida 20 talab restoran yo 40 talab fast food ochish uchun qanaqa kачествоga ega bo'lish kerak shu sohaning egasi? Birinchi kачество, siz aytgan narsangiz o'zingizni, ishingizni, hunaringizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Bu narsaga от души относиться qilish kerakda, потому что bir o'zimda momentlar bo'ldi. Restoran tashlab qo'ydimda, к примеру, menga bu restoran kerak emas, men boshqa bizneslar bilan заниматься qilaman, bu menga foyda olib kelmaydi. Keyin bir moment o'zimda boshimda fikr keldida, если senga restoraning kerak emas bo'lsa, restoranga tем более sen kerak emassan, к примеру. Yana kirisha boshladi, к примеру. U birinchi moment shuni yaxshi ko'rish kerak ishni. Keyin yana bitta narsa, men restoranda qiladigan ovqatlarim bor. O'zimga oladigan produktdan shu restoranda ishlataman men. Men hech narsa, скажем, bo'lib, bu yoqqa boshqa produkt olaman, uyga boshqa produkt olaman deydigan, наоборот, restoranga kerak bo'lsa, uyimga olmaydigan produktlarni olaman. Bozorni mana oldi bormi? Yo'q, скажем, bir summa bo'lsa, shundan qimmatroq bo'ladigan bo'lsa ham shu narsani oldirman. Keyingi masala bizlar именно oladigan produktimizni bir kunda 3 mahal olamiz. Bizlarda mana zatovarенный, скажем, bir haftaga olib qo'yib yoki bir 10 kunga olib qo'yib yoki 3 kunga olib qo'yib saqlash degan narsa. Kuniga 3 marta. Kuniga 3 marta zakup bo'ladi. Ertalab keladi zakup, obedda keladi, kechga zakup keladi. Go'shtni bir kunda 4 mahal, 5 mahal olamiz. Только свежий go'sht keladi. So'yildi, zamorоженный практически ishlatmaymiz. Keldi, свежийni uyga ketiladi. Shashliklar ham только свежий olinadi. Produksiya практически shu kechga restoran yopilayotganda skladdan kirib qaraydigan bo'lsangiz, yoki 5 yoki 10% только остатка bo'ladi. Qolgan hech narsa yo'q. Только tozalanadi. Yana bitta narsa, qolgan narsamizlar sotmaymiz. Qolgan narsamizlar podogrevat qilib bermaymiz. Nima qilasizlar? Tashlab yuboramiz musorga. Yoki bo'ladigan bo'lsa, uni obeddan keyin personalga stavka qilib ishlatib berib yuboramiz, atak ishlatmaymiz. Хорошо. Restoratorlarga qaysi xatolarni qilmaslikni tavsiya berasiz? Mana eng katta bir xatom bo'lgan narsa, men o'z paytida o'ylaganman, shu men eng zo'r restoratorman. Menda hech kim zo'r qila bilmaydi. Men eng zo'r buxgalterman, men eng zo'r поварman yoki men eng zo'r скажем, официантman. Bulardan men aqlliroqman. Eng katta xatom shu bo'lgan. Shuning orqasidan ko'p personalni yo'qotganman men. Yaxshi ofitsiantlar ham ketib qolgan, yaxshi поварлар ham ketib qolgan. Yaxshi именно учет kontrol qiladigan odamlar ketgan. Nega desangiz, juda ko'p mana bizlarning nafsimizga o'xshagan egomiz tepa bo'lganda, tipa endi hamma narsa bu, hamma narsa Alloh taolodan beriladigan narsa, bizlar buni putut qilib, tipa meni zaslugam, meni dostoinstvom, mana shu narsa degandan keyin eng katta xatom shu bo'lgan. Yo'qotganman. Keyingi narsa yana bizning katta xato bo'ladigan narsamiz, bitta narsani tushunish kerak, bu berayotgan Allohning berayotgan rizqi yoki berayotgan mana shu restoranlar savdosi bor, hamma narsa vaqtincha. Vaqtincha bo'lganda bu bo'yaqan narsani shuni возможности bilan
yana boshqa restoranlarni boshqa narsani ochiq qilish kerakda. Abzal bitta narsa o'sish kerak. o'sish kerak. Abzal bir narsada qotib qolamizda, o'ylaymiz bo'ldi, shu жизнь shunday bo'ladi. Bo'ldi, menga bir nima deydi. Yetadi shu bitta точка. Золотую rыбку нашел. Hozir любой meni желаниемga постоянно shu savdo bo'laveradi degan убеждение bo'ladi. Shu yerda bizlarda intuitivno уже bir Allohdan bir turtga kelganmi, o'zimizda bir tushunish bo'lganmi, shuning orqasidan doim mana italyanskiy achaylik, doim yana mana achaylik, doim anoni achaylik, Mudur podxod bo'lganda shu paytda ketganda, shu podxod bo'lganda ham bizlarda eng katta bizlarga plyus bergan partnyorlarimiz berganda. Потому что ko'pincha partnyorlarimiz o'qigan partnyorlar. Bittasi Angliyada o'qigan, bittasi Amerikada o'qigan. Shu paytda bizlar marketing degan narsani tushunmaganmiz, strategiya degan narsani tushunmaganmiz. Bular strategik shu paytda podxod qilaverganda, давай как бы boshqa produktlarni chiqazamiz, shularni testировать qilib ko'raveramiz. Что-то где-то выстрелит, где-то что-то выстрелит, kirgizaverganda bular. Ammo tushunmaganman, yo'q, восточный qilishimiz kerak, bular ochmanglar, bu bo'lmaydigan, bu ishlamaydigan narsa, sizlar bilmayasizlar, buni pan-aziyatskiy ovqatni yemaydi, sushini ichim yemaydi. U bari просто bu meni убеждением bo'lgan. Это мое было желание, meni видением bo'lganda, nega desangiz, men operatsiyonkani ichida qolib ketganman-da. Ichida yuraverasan, ichi zo'r bo'ladi, sirtda bo'yaqan, hayotda bo'yaqan narsani ko'rmaysan-da. Bu narsa bo'laverar ekan, odamlar chetga chiqqandan keyin qaytib kelgandan keyin boshqa narsa talab qiladi-yu. Jay odam уже kamaya boshlaydi. Brending ishlaydi, определенный целевой аудитория. Odamlar vaqt o'tgandan keyin yengillik kerak ekanda bularga ham. Shu narsani bizlar yangi narsani chiqazarib, bu yoqqa o'sib keta boshlaganda. Ko'p restorator kim opishib bitta bo'lsa, shu powerdan qiynaladi-da. To'li power ketib qoladi. To'li powerlar nima uchun unaqa? Powerlar ketganda bilasizmi qanday bo'ladi? Bitta власть power'niki bo'lish kerak emas-da. Зависимость power'ga bo'lish kerak emas. Nima qilish kerak? Qanday qilib ularda bu narsani qanday qilish kerak bo'lganda, bu degan narsa standartlarni to'g'ri qilish kerak. Mazani to'g'ri chiqarish kerak-da. Mazani shunday qilish kerak, shu любой kelgan power shu narsani qilib ketadi degan. Buni iloji bormi? Конечно, uni iloji bor degan narsa qanday qilamiz? Mana qaramiz, bunday qilamiz. Любой yangi power olamizmi? Любой yangi power kelgandan keyin ichida Allohda seni menyungizni bari 100% o'zgartiradi. Manoni qilmayman, manoni неправильно sagan, manoni ana qilmagan, manoni ana qilmagan dedi, o'zini anaqasini pixat qila boshlaydi. O'zini мнениясini. Bizlar qildi qanday? Bir marta menyu qildi, любой keladi power, mana shu menyudan qilasam bo'ldi. Хочешь или не хочешь, вот это надо сделать, все. Твое мне не надо. Saniki menga kerak, yengiling kerak emas. O'sha bizlarga kelgan mehmonlar mana shuni yeyapti. Sani menyung kerakmi yengil? Ya'ni o'zlaringiz tex kartalaringiz bor. Shunga solidatiya qilish kerak. kerak. Любой solidatiya keladi, powerga shuni qilasan. Yangi narsa chiqqan kelyaptimi? Qilib ber, yedirib ko'raylik. Shu maza o'tadigan bo'lsa, saniki deb kirgizaylikda, дополнительно menyuda bu assortiment bo'lsin. Eng katta xato shu narsa bo'ladi. Mana power ketdim ishdan, mana уже yangi kelgan power buni men qilmayman dedi. Bu noto'g'ri qilgan deydi. Bu неправильно qandaydir o'zinikini qiladi. Shunda ona egasi bormi, jinni bo'ladi. Anang qarasa jinni, bu yoqqa jinni. Oxirida bu jinni bo'ladi. Shunda bunda власть bo'lgandan keyin buni aytganiga orqasiga javob beraveradi. U mana ovqatdan tashqari yana problem qanaqa? Оборудованияni bu заставлять qiladi. Mana pechkada ishlamayman, mana qilib berasan. Mana pichoqni berasan, mana taxta qilib berasan. Men keyin o'zini условияsi qiladi. Bu necha soat ishlaygansan? 10 soat. Men 9 soat ishlayman. Men 12 soat ishlayman. Menga mana kuni выходной berasan yoki men kuxnyaga kiraman, men bir o'zim ishlayman, yonimda 3 ta ученик bo'lish kerak. Yoki 2 ta ученик bo'lish kerak. Ученик bo'lmasa men ishlamayman. Bo'ldi, bu narsa bo'lgandan keyin egasi bormi? Buni anaqasi quli bo'yapti. Bu to'ka topayotgan narsa, to'ka mana shuni komandasi o'zi ushlab turibdi. Sizda standart sistema bo'lgandan keyin uzr og'ayni keldingmi? Mana standart sistema. Men shu bo'yicha ovqat qilsam, qila bildingmi qil. Undan zo'r qila bilasanmi? Xazmonani qilib ko'rsat, keyin ko'rsatsam bo'ldi. Shu. Bitta bozorga restoratorlik bo'yicha yangi bozorga kirayotgan bo'lsangiz, nima faktorlarga qaraysiz? Bozorga deysizmi? Qanday rынокка deysizmi siz yoki именно bozorda produktlar masalasi? Yo'q, rынокка kiryapsiz, masalan, Rossiya rынокка kiryapsiz, qanaqa kriteriyalarni o'rganib chiqasiz kirishdan oldin? Xalqinimi, naslinasini, mentalitetinimi, konkurentlarnimi? Bitta birinchi очередda например, endi mana boyaga aytgan naselenieni изучать qila bilmaysan, потому что население так ko'p, buni kim sanakini bilmaysan. Ikkinchisi biz konkurentlarga boramiz, konkurentlarning produktlarini yeb ko'ramiz. Aha. Mazasini ko'ramiz, keyin konkurentlarning menyusini ko'ramiz, keyin konkurentlarning narxini qaraymiz. Keyin konkurentlarning bizlar podachasini qaraymiz. Keyin konkurentlarning ichida qoladigan sostavini, qanaqa produktni ular qilyapti. Komandasini qaraymiz, изучать qilamiz. Shularda bizlar qanday отличаться qilishimiz mumkin? Скажем, bularni, lokatsiyasi zo'r bo'lsa, lokatsiya bilan уже qila bilmaymiz. Bularning resursi pul bo'lsa, pul bilan qila bilmaymiz. Nima bilan? Davay maza bilan kiramiz. Maza bilan, скажем, buni oshi yaxshimi? Davay samsani bunga qaranda yaxshiroq qilaylik. Buni mana salati kamroqmi, bizlar salatini ko'proq beraylik. Mana narxi qimmatroq, mana arzonroq beraylik. Shu narsani analizировать qilamizda, buni slabый narsasini bizlar o'zimizga silni qilamiz, buni silni narsasini o'zimizga как во внимание qilamizda, shu narsalar bilan harakat bilan qilib ko'ramiz. Keyin men bilasizmi, yana nima qilaman ko'p men
man ko'pincha anaqada analiz qilaman, vaqtini qarayman. Podachasini? Yo'q, vaqtini podachasi emas, ochilishini. Ish Например, vaqtini. 11gacha ishlasam, 11:30gacha ishlayman. Bu 8da ochilsa, men 7da ochilaman. Shunga qarab komandamni tayyorlayman-da man. Shunday по-любому odam 11da например boradi-yu, уже o'rgangan 11da. Men 11:30gacha bo'lgandan keyin bir marta, ikki marta уже odam menga kela boshlaydi. Yoki ertalab например bular oshni soat 11da ochadigan bo'lsa, men 8:30da oshni tayyor qilaman. Shu lupa paytda odam keladigan bo'lsa, kechki osh yeb ketadi. Yoki kechki 12gacha osh qilamiz, например. Yarim kilo, 1 kilo bo'lsa ham, qolib ketsa ham, lupa payt mehmon kelganda osh bo'lishi kerak. Ko'p joyda oshni obedga qiladi, yoki bor oshini kechgacha isitib beraveradi, skоворodkada beradi yoki mikrovolnovka. Уже maza bo'lmaydi. Shu narsalarga qarab analiz qilamiz bizlar. Xo'p. Hozir tupa noldan restorator sohasida, например, men restorator sohasiga kirmoqchiman. Men tupa o'zim kirganim yaxshimi yo franšiza olib kirganim yaxshimi? Yo ustoz olib kirganim yaxshimi? Qarang, siz например, ikkita varianti bor. Boya sayt yaqinda franšiza sizga выгодныйroq bo'ladi. Bu franšiza bo'lganda ham siz franšizani eng birinchi изучать qilishingiz kerak. Qanday? Mana bizlar o'zimiz ochilganda bizlar franšiza sota boshladik. Franšiza sotishdan oldik. Bizlar kimda kuchli franšiza bo'lsa, shuni franšizasini sotib oldik. Kichkina franšizani sotib oldikda, bizlarga birinchi очередda franšizasini ichida bumajniy делать kerakda. Franšizada eng kerak narsa, ko'plar franšiza oladi, ichida dokumentatsiyasini bilmaydi. Eng kerak qog'oz ruководство для франчайзи degan bor. Bu birinchisi, ikkinchi narsa для франчайзи bor, именно fin model bor. Ko'plar fin modelga qaramaydi. Fin modelni oladi, просто aytadi, вот такой-то прибыль будешь делать и все хорошо deydi. U bechora bir bala qiladi, biroq o'xshamaydi. Fin modelni o'qimagan bilmaydi. A fin modelda определенный summani ko'rsatadi, ko'rsatadi qaysi именно sani ABC analizda, A analizda qaysi yaxshi produktlaring, qaysini именно раскручивать qilish kerak. Mana shu ikkita показателimizni o'rgandik, keyin undan tashqari standartlari bor. Undan tashqari o'zini anaqasi bor, nima deydi, servis masalasi bo'yicha bor-da, nechida ochilish kerak, nechida yopish kerak. Bizlar u narsani 2-3 yil orasida изучать qildik-da, uni oldik o'zimizga. Uni olgandan keyin bo'limini tushungandan keyin o'zimizni restoranlarga buni kirgiza boshladik. Shuni kirgizganda qaysi bir proyektga xalq bir востребованный bo'lib so'rayotgan bo'lsa, shu brendni bizlar joy odamlarga berib bor. To bizlar franshizani kому попало sotiladigan emas, именно tushunadigan, sen bilan biladigan ili shu odam, shu sen bilan franshizani boshladi. Ertaga даже bir franšiza yurmay ketsa, u biladi, что undan emas, sandan emas, o'xshamadi. O'zini bir yaxshi bir narsani воспринимать qilgan bo'lsa, shu odam bilan ishlaymiz bizlar. Boya sayt yaqinida. Imaychi boya franshizani siz oyoqqaningizda ham siz tushunishingiz kerak, что franšiza bo'lgandan keyin практически ko'pincha ответственность o'zingizda-da. Ko'plar bizlar franshizani olganda ular boshqacha o'ylaydi-da. Franshizani oldim, o'zidan o'zi ishlab ketadi. Потому что bitta ham маловероятно hech kim bu narsani предугадать qilib bera olmaydi, что bunda bitta ishlaydi, bunda ishlab ketish ham маловероятно. Nastavnik masalasi bo'yicha ham to'g'ri. Ну, nastavnik просто senga подталкивать qiladi-da. Mana uni пробовать qil, mana uni testировать qil deb, senga как поддержка narsani sana расслабляться qilishga возможность bermaydi-da. A franšiza bo'lgandan keyin nimasi yaxshi? Sizni уже контролировать qilib beradi, disciplinировать qiladi. Uni reglamentlar bor-da, nechida ochilish kerak, nechida yopish kerak, qanaqa sistemani qilish kerak. Franšiza o'shanda qancha dollarni oladi? Ular birinchisi повышенный взнос degan narsa bor, bittada oladi. Ikkinchisi royalty degan narsa. Royalty degan narsa ежемесячно sizni валовый оборотingizdan foizga kelishasiz. Minimal может 1% bo'ladi, может 8%, 12%, 13% oladiganlarim bor. Sizlarda qancha? Bizlarda 5%. 5% bo'lganda bizlar 5% ni ichida 1% reklamaniki ham o'shaning ichida o'tiradi-da. Nega desangiz, franshizani bizlar sotgandan keyin olgan franshizani olgan odam обязательно franshizani olgan odam reklamaga pul tikish kerak. Tikmasa bo'lmaydi. Avvallarga sanab ber, 5 nab yana 1% menga reklamaga ber desang bermaydi. Uning uchun shuning ichida reklamanikini ham olasanda, reklamani pozitivdan yuvarib turish kerak-da. Yuvarmasa bo'lmaydi. Xo'p. Qahramon akani ustozlari bormi? Imенно restorator sohasida. Va bugungi kunda Qahramon aka o'zlari ham ustozlarmi? O'quvchilari bormi? Men boyagi aytgan narsangiz bo'yicha men ustozlarim bor. Endi men bularni menda prям tanimaydan bo'lsam ham, men ularning kitobini o'qiyman. Kitoblarini o'qiyman. Ularni, скажем, seminarlarga boraman. Скажем, ularni yonida yurgan kimlar deydi, ассистентлari bilan общаться qilaman-da, потому что ko'pincha restorator bor, ну, как бы недостигаемый-да, ular bilan gaplashadigan bo'lsam, уже как бы на другом уровне, на уровне investora bo'lib ketganda. Kitoblar bilan, boyaga aytganday treninglar bilan shularni изучать qilaman. Undan tashqari ularni restoranlarga kiraman, restoranlarda пробовать qilaman. Sistemasi qanday bo'lyapti, qanday bir ishni yurgizayotgan narsani ko'raman. O'zimga men o'quvchilar olaman. Har yili bir 10 ta, 15 ta inadi, 20 ta inadi, 30 ta o'quvchi kuchimga yetguncha qarayman-da. Olganda ham tushunadigan bolalarni olaman. O'sadigan bolalar
Олар өзінің үстіне ishlaydigan, o'zini produktini ustida ishlaydigan, tashlab qo'ymaydigan, пример, o'zgargisi kelgan bolalarni ustidan olaman da ishlatib, joy направление qilib ishlaymiz, qilyapmiz bu narsa bilan. Da, o'zi Qahramon aka, sizga savol. Menda ko'p opa-singillarim bor, kuzatuvchilarim, meni muxlislarim, o'quvchilarim. Imенно uydan turib общепит bilan zanimatsiya qilgilari keladi. Ya'ni o'zlariga ozgina dohod yaratmoqchi bo'lishadi-da. O'shalarga nima deb tavsiya qilasiz? Xod u O'zbekistonda o'tirgan bo'lsin, xod u неважно, Rossiya bozorida turgan bo'lsin. Man даже bitta примерni o'zim qilib berish mumkin. O'zim ayolim bir uyda kichkina qizim bor edi, uyda o'tirardi. Shunda ayolimga aytdim, "Davay san dedim, uyda kompot varit qildi" dedimda, restoranga o'tkiz dedim. Какая разница, sen uyda o'tiribsan. Barda ana bozorga borda o'zing ana suvxofruktini olasanmi yoki naturalniy fruktlarni olasanmi? Gilos bor, olcha bor, primerda qida kompotni o'tkiz. Bo'l kompot qiyat menga o'tkazayapman. Yoki men aytdim, uyda o'tiribsan dedim, desert qil dedim. Ana молочный девочка degan bor, Napoleon degan bor. Shuni qiyatdi, restoranga o'tyapti. Unga ham yaxshi, menga ham yaxshi primerda. Yoki chuchvara qida chuchvara o'tkiz, mantini o'tkiz. Yoki bir momentlar bo'ldi, qazi qil dedim, qazi o'tkiz dedim. Bizda ana qazi otni go'shtidan qilinadigan narsa bor. Bo'ldi, без проблем, shuni o'tkazyapti, unga ham yaxshi, menga ham yaxshi. Mini производство o'zing ichida qilingan, uni ham vaqti bor, vaqtida qiladi, o'tkazasan, senga ham yaxshi. Mana shu aytayotgan uyda opalar deyasiz, sinlar deyasiz, kichkina narsani qilib bersin aka. Любой joyda, например, kerak, востребованныйda. Hozir bulargacha bir bitta сотрудник deb azondan kechgacha ushlab o'tirish qimmat chiqyapti. Nega desangiz, qimmat bo'lganda buni imенно puli emas qimmat. Buni qimmat bo'layotgan bizlar постоянно hisoblaganda beradigan pulni hisoblaymizda, qarang. U kelgandan keyin ichida полностью ответственностьni bo'yningizda. Qo'lni kesib oldimi, boshini urib oldimi, primerda, u pensionkasini to'lashingiz kerak. Налог to'laydi. Налогini to'laysiz, medstraxovkasini to'lab berasiz. Bir kunda хотя бы 2 mahal ovqatini berasiz. Obedi bor, ujini bor. Transportini to'lab berasiz. 13-chi zarbatasini to'lab berasiz. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, dorisini, lekarasini olib berasiz. Если семьясida adasimi, apayisimi, bolasi kasal bo'lsa, siz ham kasal bo'lasiz. Потому что bu sizning bosh og'rig'ingiz tezroq buni tuzatadigan bo'lsangiz ishga chiqadi. Tuzatmaydigan bo'lsangiz, bu уже o'rniga siz ishlashingiz kerakda. Chunki uyda o'tiradigan odam, получается, bayog'i налог, polog bari buni bo'ynida, o'zida. Sen bunga zakaz qilib, senga olib kelib berayotgan narsang sotib qo'yasan-da, ustiga qo'yadigan 10 tanga, 20 tanga qo'yasan-da, bo'l sotasan. Unga ham yaxshi, senga ham yaxshi. Хорошо. Qahramon aka, sizga partnyor, например, bor tadbirkorlarimiz bitta restoran ochib olgan, shkarni zo'r ketishyapti-da, ular partnyor tanlash xo'p, boshqa qilsa partnyor bilan расширяться qilgan yaxshimi yo o'zi медленно расширяться qilgani yaxshimi restoran sohasida? Restoran sohasida rostini aytsam, partnyor bilan расширяться qilgani yaxshi. Конечно. Partnyor bilan bo'lgan bo'lsa, qaysi holatda partnyor kerak? Nima uchun kerak? Partnyor если siz boshqa shaharga kiradigan bo'lsangiz, birinchi очередь. Ikkinchi masala bo'yicha, если tez развиваться qilishga yaqin bo'lsa, primerda, siz bitta ikkita lokatsiyaga qaray bilasiz. Bir yilda 3-4 ta ochishingizga ketdi. Kuchingiz fiziki yetmaydi. Partnyor bo'ladigan bo'lsa, sizga yengilroq bo'ladi. Undan tashqari partnyor bo'lgandan keyin risklar bo'linadi. Uni tanish bilishi bor, sizning tanish bilishingiz bor. Uni определенный resursi bor, sizning resursingiz borda, u tomonda. Keyin partnyor bo'lgandan keyin bir какой-то задачani принимать решение qilishga sizga yengilroq bo'ladi. Bitta kalla bitta, ikkita kalla ikkita kallada. Shunga partnyor bilan tezroq bo'ladi. Bir o'zingiz qilsangiz bo'ladi, vaqtingiz ko'p ketib qoladi-da. Keyin bitta o'zingiz bo'lganda ham, скажем, yiliga bitta proyekt ochsangiz yoki ikkita ochsangiz, partnyor bilan yiliga 3-4 ta proyekt ochishingiz mumkin-da. Xo'p, следующий вопрос. Hozirgi kunda Qahramon akaning 20 ta restorani и где-то 40 ta fast food bor. Qayoqqa fokus ko'proq borasiz bundan buyog'iga? Restorangami yo fast foodgami? Bizlar bunday qilyapmiz. Bizlarda proyektlarimizda bizlarning sheriklarimiz, partnyorlarimiz bor. Partnyorlar bilan bizlar qilamizda. Bizlarda qanday qilgan? Bitta partnyorimiz именно fast food bilan заниматься qiladi. Bittasi fast food bilan, bittasi, скажем, pan-азиатский restoran bilan заниматься qiladi, bittasi milliylar bilan, bittasi yaponskiy bari bo'lingan. Shunda более правильно ketadi-da. Bularning ustida именно управленческий kompaniya bor. Скажем, генеральный, скажем, o'tiradi. Yanida, скажем, финансовый o'tiradi, и bu yoqda o'zini buxgalterlari bor, управленчеslari bor. U правильный sistema shunda qilinadi. Bu tezroq ham bo'ladi shu narsada. Xo'p, следующий вопрос. Voy, qo'shnim restorani zo'r ketyapti, debda, lekin qo'shnisi o'sha 10 yil, 15 yildan beri. Men ham pul yig'dim, $10,000, $20,000, $30,000. Men ham shu sohaga kiraman degan aka-ukalarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Men kiraman deganda bu o'zi restoran ochsa bo'ladi, qilsa bo'ladi, lekin buni klientini o'zimga tortaman deb o'ylash kerak emas bu narsani. Buni o'zining rizqi bor, o'ziga berilgan klienti borda. Sen buni ko'rda, например, xursand bo'ldi. Sen naborot keldi, bu bilan например partnyor bo'l. Mana bir pulim bor, seni mana shu restoranim bor. Bu odam bo'lsa, doim meni ham sherik qilsak,
yoki bir ikkinchi uchinchi restoran ochadigan bo'lsam bular birgalikda qilib ko'raylik. Men по-любому saniki o'xshash restoran ochgim kelyapti. Biroz oldindan o'tib, может bu narsam deyli o'zining bir ideyasi bor, bir boshqa shaharda ochish. Toshkentda restoran bor, Navoiyda ochgisi kelyapti yoki Samarqandda ochgisi kelyapti. Примерda bu resurslar yetmayapti. Biroz aytib o'tish kerak. Ko'ryapti, по-любому bu birovni ko'rib ochgisi keladi-yu. Bu chekada bunga aytib ko'r. Bu aytadi, yo'q, men anaqa bu aytadi, bo'ldi, yo'q bo'lsa men senga o'shani ochaman deb qilsa, o'ziga ham bir katta надушие yengilroq bo'ladi-da, и он как-то anaqasini o'ziga oladi. Respekt. O'ziga energetikasini oladi-da. Это нормальное явление, qilib ko'rish kerak. Xo'p, Rossiya bozoridagi bizda ko'klarimiz qilib yurgan общепит qanaqa o'rinda hozir va yana qanaqa darajaga chiqarsalar bo'lardi? Например, общепитni hozir bizlarda darajamiz qayerdan bo'lar? Men предпринимательlarni ko'ryapman, men именно milliy qayerda bu narsa undan ham zo'r qilsa bo'ladi. Masalan, bularda hozir uncha katta konkurensiya bo'lmagandan keyin boshqa sferalarda bular hozir ko'pincha hamma yoqda milliy ketyapti-yu. Если bular harakat qilsa, bu narsani yana ko'paytirsa bo'ladi. Buni только Rossiyani o'zida ham boshqa chegaraga ham chiqish kerak bular. Qozog'istonga kirib ko'rish kerak, Qirg'izistonga kirib ko'rish kerak, O'zbekistonga kirib ko'rish kerakda, o'zining kuchini tekshirib ko'rish kerak. Bitta joyda o'tirib qoldi. Boshqa yoqqa kirayotganda ham boshqa anaqalarni qilib ko'rish kerak, boshqa brendlar bilan kirib ko'rish kerak, boshqa produkt bilan. Одним словом, o'zini ustida ishlab ko'rish kerak-da. Zona komfortdan chiqish kerak. Xo'p. Shunda rezultat bo'ladi. Klass, следующий вопрос. Siz O'zbekistonga borib turasiz. To'g'rimi? Endi restoratorchini ko'zi restoratorchini ko'radi. O'zbekistondagi restoratorlarimiz, massa restoratorlarimiz urug'ini qanaqa? Qanaqa baholaysiz va qanaqa qilsalar yana yaxshiroq bo'lardi? Bizlarda O'zbekistonda bayog'i aytgan restoratorlarimiz bitta produktda ko'payadi bular. Bitta produktda degan narsa bittasini bor, to'g'ri eng zo'r shashlik. Bo'ldi shu soat, скажем, azon soat 6 da ochiladi, 8 gacha shashlikni sotadi, bu tugatadi. Yoki bir joyda osh bor, ertalab 12 da ochiladi-da, пример soat 3 gacha tugatadi. Boshqa qilg'isi kelmaydi-da. Hozir men shu narsani ko'rdim. Bular shu narsani qilgandan keyin hozir rossiyskiy kompaniyalar kiryapti-da, restoranlar ochib, mana shularni bor produktlarni bitta joyda qilyapti-da, постоянно ishlayapti. Shunda bular уже o'zini klientini yo'qota boshlayapti. Понимаете, eng katta ошибка bular bo'ladi. Bular katta restoran ochgandan keyin bularni sheflarni o'ziga olyapti-da, mashlab bersa qila boshlayapti. Shunga bitta produktda to'xtash kerak emas-da. Bizaniki boyaga aytganda, mayli 2 soat sotma, 4 soat sot, 6 soat sot, 8 soat sot. Azingda объемlarni qilsang, zachем sen o'zing конечно, zachем sen o'zing mana mashqqa boramiz, eng zo'r narin ekan shu yerda. Mayli bitta joyda, boshqa joyda ham narinni ko'paytir. Upakovka qil narinni, magazinlarga sot narinni, supermarketga narinlarni sotda, masshtab berib chiqsa, bir какой-то bir производство qo'yda, bir boshqa уровеньga chiqish kerak-da. Yo'q, men shuni qilamiz, bo'ldi, o'sha yerda to'xtab bizaniga. Надо развиваться. Bu degan narsa hozir mana federal kompaniyalar kerak emas. Bularga уже расслабляться qilishga возможность bermayapti, потому что O'zbekiston o'zida ko'pincha massiv bari yopilyapti. Ko'p restoranlar yopilib ketyapti. Ko'plar ochilyapti, ko'plar yopilyapti. O'zimizda mana bitta sheriklarimiz bor. Lично o'zimning bitta uchinchigim bor, o'zimning tanishlarim bor. Практически Toshkentda ochilgan bir proyektlar yopilyapti. Потому что mentalitetni bilmaydi. O'ylaydi, hozir kiraman o'zidan o'zi bo'lib ketadi deydi. Потому что O'zbekistonda mentalitet boshqachada. Hozir mana ochilayotgan katta restoranlar, ular ko'pincha рассчитаны на иностранцев. Hozir mana katta restoratorlarga yaqin именно под иностранцев qilyapti-da, komfort qilib beryapti, atmosferani zo'r qilib beryapti, условияlarni zo'r qilyapti. Bizaniga joydagi variant bormi? Keladi, bu yoqdan kirib, bunaqa xalat bo'ladi, tapichka, mapichka bo'ladi, bo'lmaydi. Uni bitta yeysanda keyin kelmaysiz yemay. Shu narsani o'zgartirish kerak narsani. Xo'p, Qahramon aka, O'zbekiston bozorida nimalarni ko'ryapti? Rost yo kirish kerak emas. Xullas kalom, kirasizmi? Bizlar harakat qilamiz deb kiramiz dedik, lekin biz kirmaymiz. Потому что O'zbekistonda hozir rынокda kelgan mehmonlar baribir eminli. Если biz restoranga O'zbekiston kiradigan bo'lsa, bizlar именно ichida yashaydigan odamlar uchun restoranni ochishimiz kerak. Keladigan иностранецlar uchun emas. иностранецlar bu bari vaqtincha. Bu keladigan ketadi. Bu одноразовый покупка. Ichida odamlar bizlar kiradigan bir panaziyskiy restoranga ichida odamlar hali panaziyskiy restoranga tayyor emas. Rынок tayyor bo'lganda bizlar kiramiz. Qachon rынок tayyor bo'ladi? Men endi o'yimcha rынок bir 2 yillardan keyin tayyor bo'ladi. 1-2 yildan keyin hozir bir jostki konkurensiya bo'ladi, bir tozalanadi. Bir tozalanib, bar joyga bir уровеньga chiqadimi? Уже как бы stabilностьga o'xshagan narsa bo'ladi. Bizlarda уже Qozog'istonimizda bizlar расчет qilmaymiz. Keladigan иностранецlarga, keladigan mehmonlarga. Bizlar auditoriyamiz o'zimizni mana yashaydigan auditoriya qilamiz. Anik практически 90% qilamiz. 10% keladigan ketadiganlarga-da. O'zbekistonlarniki 60 emas, 70, 100% только keladiganlarga расчет qilyapti. Потому что kelgan bari investitsiya kelyapti, иностранецlar kelyapti, har xil bir представительlar kelyapti, bir narsalar ochilyapti, hamma narsa bir forumlar bo'lyapti, соревнованиялар, чемпионат миралар bir shaqda bo'lyapti, klimatik условия bo'yicha yaxshi и сбор bo'lyapti.
ну bu ham постоянно сбор bo'la olmaydi, hamma narsani boyaga aytganda piki boru 5-6 yildan keyin bu ham ketadi. Shunda mana ichida yashaydigan odamlarga produkt topish kerak, постоянно yeb yuradiganlarga. O'shanda mayda shaharlarga kirasizlarmi yo birinchi stolitsadami? Yo'q, обязательно eng birinchi stolitsaga kirish kerak. Sizda tanitish kerak, stolitsada, stolitsada ketsa bu narsa, unda chetdan rayonlarga hamma yoqqa ketaveradi. Shaharga kirish kerak. Provinsiyadan masshtab bersa qilish qiyinroq. Shahardan yengilroq, shaharga kirish kerak. Faqat bo'lish kerak. Bu bizlarda xudo xolasa, потому что biz kirib ko'rganmiz, bundan oldin aytganda qilib ko'rganmiz, o'xshagan kiramiz xudo xolasa. Просто vaqt kerak. Rahmat. Qisqa qildik. Bu birinchi seriyamiz, ikkinchi seriyamiz keyin xudo xolasa chiqaramiz. Qahramon aka, rahmat. Kelganingiz uchun, shuncha znaniyingiz bilan bo'lishganingiz uchun. Ertaga do'stlar bizning forumimiz, yana takrorlayman. Qahramon aka как speaker, почетный speaker keldilar. Ertaga suhbat qilib, ko'plab tadbirkorlarimizga bo'lishadilar bu znaniyalar bilan. Znaniya Allohdan, bo'lishish esa bizdan keladi. Siz aytganda kelsin, ko'proq napir o'ris tilida bo'ladimi yoki o'zbek tilida napir savollar bo'ladigan bo'lsa, ikki tilda ham полностью javob bera bilamizda. Потому что aytganda ko'plar meni ko'rsa bo'laydi, mana g'irt to'g'ri o'rischa gaplashar ekan, o'zbekcha tushunmar ekan, bilmar ekan, o'zining tilini bilmar ekan. Yo'q, men o'zim tilim bilaman. Biz men o'zimga bo'lib komfortli tilimda anaqa yetkazaman-da, o'zimning mislni. Shunga kelsin, aytamiz, sizlarga katta rahmat, xudo xolasa, forumlar undan ham ko'p chiqishaversin, unda ham ko'p odamlar yig'ilaversin, xudo xolasa. Bizlar qo'limizdan kelguncha mana shunaqa podkastlarda, mana shunaqa forumlarda kelib поддержать qilamiz, xudo xolasa. Keyingi mana shu katta forumlar O'zbekistonda o'tkazinglar, xudo xolasa. Katta международный уровеньga chiqinglar. Alloh ishinglarning barakasini bersin. O'shanga savjetlar berib ketasiz. Xudo xolasa, beramiz, xudo xolasa. Rahmat, xush ko'rdik.